Budgoningiz qo'rqib turibdi, nega? Yerlardan qo'rqyapti. God damn it! Uyga tegmaganlar bormi? Bemalol intervyu qila olsam. Atmosfera o'zgacha, xuddi chet elda yurgandek. Momiq. Bugun biz Kimyo xalqaro universitetiga keldik va yoshlar fikrini o'rgandik. Bu universitetdagi sizlar eng yoqtiradigan narsa nima? Bizning eng zo'r atmosfera. Universitet bomba, atmosfera gap yo'q. Wow. Hech kim bilan hech kim ishi yo'q masalan. Bitirib endi qaysi sohada, qaysi yo'nalishda nimada ishlamoqchisizlar? Shu logistikada ishlaymiz, biznes ochish bo'ldi. Budjet tashkilotiga. Budjet tashkiloti, davlat budjet tashkiloti. Ana bu aka ko'p ko'rgan hayotiy tajribasiga ega ekanlar. Juda ham yaxshi. Amerikalik yigit ham bor ekan. How did you end up here? For my major, mechanical engineering, they had two options. My university, George Fox University, they had this year they started the study abroad program in Tashkent. If I'm not mistaken, you chose Tashkent over Valencia? Are you kidding me? Valencia is one of the top cities to live. God damn it, this is crazy. Valencia dunyodagi eng yashash uchun qulay bo'lgan shaharlar reytingiga kirgan, lekin bu aka Toshkent tanlaganlar, bilmagan nimaga. Bu yerda 38 ta bakalavriat yo'nalishlari bor. O'zbek, rus va ingliz tillarida olib boriladigan barcha ta'lim shakllari mavjud. Xitoy tili qiyinmi, ingliz tili osonmi? Tanlang bittasini. Kitayskida grammatika oson, faqat so'z o'qilishingiz kerak. Angliskada faqat grammatika yo'q, tayyor. Tushunarli. Okay. O'chirgan kamerani gapim bor. Jinnilar qiyurman qanaqadir bor. Chet el universitetlari bilan hamkorlik va almashinuv dasturlari. AQSh, Angliya, Misr, Italiya, Janubiy Koreyadan tajribali professorlar ham bor. Va albatta grant va chegirmalar tizimi. Yaxshimi, yarashdimi? Bu ko'ylakka bu sandal yarashdimi, yo'qmi? Yo'q. Menchi otasizlarmi? Men sandalimni otaman. Hamma ma'lumot sig'madi. To'liq olish uchun universitet saytiga yoki ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Meni qornim ochdi.